Oy. Oy ham sayyorami? Oyga fazogirlar qo'ngani. Birinchi fazogir kim edi? Artur Grigoryan. Eshitganmisizlar? Birinchi oyga qo'yilgan uchuvchi Artur Grigoryan bo'ladi. Eslab qoling. Artur. Demak, oyda hayot bormi, yo'qmi deb tadqiqotchilar izlanishgan, qidirishgan. Hozirgi zamonda ham nima qilishadi? Raketalar uchirib turishadi. Oyda yoki boshqa sayyoralarda qani hayot bormi, suv bormi, yo o'simlik o'sadimi deb. Demak, qaysi sayyorada faqat o'simlik o'sib hayot bor? Yerda, malades.